O'zbekiston chempioni Osiyo Chempionlar Ligasi yarim finaliga yo'llanmani qo'lga kiritdi. 2012-yilgi Osiyo Chempionlar Ligasiga qur'a tashlanganida Bunyodkor yarim finalga yetib borishiga ishonganlar ochig'i juda kam edi. Bugun ana shu vazifa uddalandi, lekin ishtaha tanovul paytida keladi. Biz endi Bunyodkor yarim finalda munosib qatnashishidan umid qilib qolamiz. Bunyodkor yarim finalda kim bilan o'ynashi hali ma'lum emas, chunki Ulsan klubi Koreyada o'tgan bahsda Al-Hilol bilan uchrashuvda 1-0 hisobida g'alaba qozongan. Ali Bobo Rahmatullayevning ko'z yoshlariga e'tibor qarating. Mana shu yosh yigit bugun Bunyodkorning ertangi kuni borligiga siz bizni ishontirdi. Bunyodkor tarixda 2-marotaba Osiyo Chempionlar Ligasi yarim finaliga yetib, Adelaide United Bunyodkorning final yo'lidagi to'sig'iga aylangan edi. Bunyodkor Adelaide Uniteddan bu safar o'tdi. Biz 24-oktyabr kuni yarim finalning dastlabki uchrashuvida Toshkentda Bunyodkorga omad yor bo'lishini tilab, reportajimizga yakun yasaymiz. Xizmatingizda rejissyor Anvar O'rmonov, sharhlovchi Mirzahakim To'xtamirzayev va Sport kanalining katta ahil ijodiy jamoasi bo'ldi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana Oynai jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.